Assalomu alaykum, sog'misizlar, salomatmisizlar, hurmatli obunachilar va obuna bo'lmasdan ushbu Qora She'r YouTube kanalini kuzatib kelayotgan muxlislar. Ba'zi bir obunachilarimga kattagon rahmat, xavotir olib, yozishibdi, ukam, bolam, tinchmisiz, yaxshimisiz, ko'rinmay qoldingiz, nega yo'q bo'lib ketdingiz degan savollar bilan Telegramga yozib yorishibdi. Bugun mana efir qilishlikka qaror qildim. Sog'man, salomatman, ishlayapman, vaqt yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, YouTube'larga chiqib, vijir baldir qilgandan vaqt yo'q. Yoshimiz o'tib boryapti. Imkon qadar harakat qilyapman ishlashga, soqqani ishlash kerak, unvonlarni olish kerak. Faqat olg'a intilish kerak. Oilali insonmiz. YouTube'ga chiqib olib yoki boshqa platformaga chiqib olib, ertalabdan kechgacha vildir baldirab vaqtni o'tkazgandan ko'ra haqiqiy soqqani ishlash kerak. Birovlarning oilasiga kirib, buni oilasi bunday, buni oilasi bunday, bu qanjiq, bu jala, bu bu fohisha deb gapirgandan ko'ra o'zingni oilangni to'g'rilaganda faqat olg'a intilgan. Eng xatarli ayol deganda bir inson zo'r gap aytdi. Eng xatarli ayol kim bilasizmi deganda o'sha savolga javob berdi. Eng xatarli ayol bu chiqib olib ijtimoiy tarmoqlarda g'iybat qilayotgan va Telegram gruppalarga kirib olib g'iybat qilayotgan erkaklar. Qarang qanaqa gap. YouTube'ga chiqib olib g'iybat qilayotgan, Telegram gruppalariga chiqib olib g'iybat qilayotgan erkaklar eng xatarli ayol hisoblanar ekan. Qarang, ayol hisoblanar ekan. Hozirgi kunda ayollar yo'qda tursin, erkaklar kirib olib g'iybat qilishdan ovora. Uni xotini buni qizi unday, uni qizi bunday, uni xotini bunday, bunday. Erkaklar g'iybat qilyapti, onasini yemsin. O'shaning uchun bekorchilikka vaqtni o'zi yo'q, faqat ishlayapman. Harakat qilyapman, soqqani dardida, soqqa ishlash kerak, hayotda mazza qilib yashashim kerak. Bu hayot meniki, bugun hayot menga berildimi, yaratgan menga shu umrni berdimi, men mazza qilib yashashim kerak. Birov g'iybatini qilib, u unday bo'pti, bu bunday bo'pti degandan bir tiyin, bir chaqa menga hech kim pul berayotgani yo'q. O'shaning uchun vaqt yo'q. Imkon qadar bir ma'lumotlar bo'lib qolsa chiqib harakat qilaman. Lekin imkon qadar mana tinch yurib, o'zimni ishimni bilib qilib, soqqani ishlab, oilamni bag'rida mazza qilib yashashga nima yetsin do'stlar. O'shaning uchun so'raganinglar uchun men sog'man, salomatman. Xafa bo'lmaysizlar. YouTube kanalimiz bor. Obunachilar o'zi shunaqada do'stlar. Bugun chiqib gapirsang, qarsaklar bilan seni qo'llab-quvvatlab obuna bo'lishadi. 1-2 kun yo'q bo'lib qolsang, obunachilar sekin qochib ketadi. O'zi shunaqa sotqin bo'ladi-da, obunachilar shunaqa sotqin bo'ladi. Seni hurmat qilgan, seni e'zozlagan, seni podдержка qilayotgan odamlar har doim birga bo'ladi. Salom alayk telefon qilib yoki xabarlar yozib, yaxshimisan, ukam, tinchmisiz deb so'rab turishadi. Lekin shunaqa sotqinlar bor. Bu sotqinlar bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. O'shaning uchun sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Har doim olg'a intilinglar. Orqadan o'tirib olib, birovni oilasini g'iybat qilib, uni sikib qo'yibdi, buni sikib qo'yibdi. U fohisha ekan, bu fohisha ekan, buni o'ldirib qo'yibdi, uni o'ldirib qo'yibdi. Sen oldin o'zingni oilangni to'g'rilab olganda, keyin oldinga intilavergan. O'zingni oilangni bilmasang, birov oilasiga umuman aralashmagan. Oldin o'zingga boq, keyin birovga deydi. Pichoq oldin o'zlaringga urlaringda, og'rimasa keyin boshqalarga uraverlaring. O'shaning uchun chiqib olib eng boya aytganimdek eng fohisha ayol deb o'zlaring bir fohishadan bir ajrim degan joylaring yo'q. O'shaning uchun sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sal qattiq gapiravergan bo'lsam, birontingdan uzr so'ramayman. Har bitta Telegram gruppalardan chiqib ketganman, chunki ko'rib turibman. Haqiqatan ham erkaklar chiqib olib shunaqa g'iybat qiladi erkaklar. Ba'zi bir paytlarida imkon qadar chiqdik, kirib, gapirib, bachkana gaplarni gapirib, o'zimizni sal tintaylikka olib, gapirib chiqib ketdik.
Unga bir ma'lum bir sabablar bor. O'shaning uchun ham o'zingizlar rasranglar, faqat oldinga intilinglar. Ertaga Xudo ko'rsatmasin sizga biror bir narsa korxol yuz berib qolsa, sizga kelib birontasi akam, ukam kelsanga yordam beraman, men bir ikisini olgin deb gapirmaydi. Esidan chiqarib yuboradi, pashol nahu deydi, bo'ldi. O'zingdan o'zing qolib ketasan. O'shaning uchun o YouTube'ga chiqib olib karrillayotgan, kar uni unday qilib yuboraman, buni bunday qilib yuboraman deyotganlarga ishonmalaring. Qo'lidan ximir ham ish kelmaydi. Gapimga javob beraman. O'shaning uchun faqat oldinga intilinglar, ishlanglar, harakat qilinglar. Oilani bag'rida maza qilib yashashga hech narsa yetmaydi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Meni gaplarim kerakli insonlarga yetib borsa, juda ham xursand bo'laman. Hammanglarga kattakon rahmat. Obuna bo'linglar. Birgalikda bir-birimizni qo'llab-quvvatlashda doimiy bo'linglar. Hammaga kattakon rahmat.